Mana Maybach gazonokossilka nima deyapti? Hop. Gazonokossilka olganman, Roxonga keldim. Roxon Polniy Respublikada arzonligi va sifati bo'yicha mata kultivatorlarda birinchi o'rinda turar ekan. Sizlarga Maybachni bitta obzor qilib bersam-a? Akamiz tushuntirib berishlari bo'yicha 700 metr sim kerak emas. 2 ta akkumulyatori bor, besprovodni yuraveradi mana. Ket ishlayapti. Baki 50 litr. Bu degani uyimdagi gazonlarni 3 marta to'g'risam keyin to'ladi. Bu joydan 2,5 mm dan 7,5 mm gacha qo'yib o'rsiz bo'ladi. gazoninglar qurib ketmasligi uchun uni har hafta o'rib turishinglar kerak ekan. Uzun qo'varsanglar tagiga havo kirmasdan chirir ekan. Agar kalta qo'varadigan bo'lsanglar, unda ham chirir ekan. O'shaning uchun mana shunaqa sredniy razmerga qo'yib olaverasizlar. Endi burushatgani mana shunaqa ketmaydigan yag'irlarini cho'tkada ishqalab charchab ketmaymiz. Chunki bizda karcher bor. Bo'lib ham oddiysi emas. Ximikatni quyib olamiz. Uni apparatga ulaymiz. Mana shunaqa qilib sepishni regulovka qilsak ham bo'lar ekan. Birinchi bo'lib ximikatni mana shunaqa qilib sepib chiqamiz. Shunda osonroq ketadi kirlari. Ximikat azgan turgandan keyin karcher ursak ham bo'laveradi. Buni mana shunaqa nasatkalari bor. Bizga mana shunisi kerak bo'ladi. Har xil nasatkalarni ishlatib ko'rdim. Mana kirlarni ketkizishini qaranglar o'rtoqlar. Oldingisiga qaraganda ancha mana oqardi o'rtoqlar. Yana bitta ikkita ishi bor-ku, amchitlarga ham shunda ketadi. Endi mana mashina, gilam, brushatka hammasini bemalol karcherda yuvsak ham bo'laveradi. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa, Roxonga murojaat qilaverasizlar. Charchamanglar.